NATO ahmoqona xatoga yo'l qo'ymoqda. Tramp AQSh ittifoqchilar yordamiga muhtoj emasligini aytdi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. AQSh prezidenti NATOni Eron bilan urushda yordam berishdan bosh tortgani uchun tanqid qildi. Donald Tramp NATO bo'yicha ittifoqchilarini Vashingtonga Hormuz bo'g'ozi orqali tankerlar va boshqa savdo kemalari o'tishini blokdan chiqarishda yordam berishdan bosh tortgani uchun keskin tanqid qildi. Shu bilan birga u AQSh hech kimning yordamiga muhtoj emasligini ta'kidlagan. Avvalroq AQSh prezidenti dunyoning bir qancha mamlakatlaridan, jumladan NATO a'zolaridan Hormuz bo'g'ozidagi kemachilik xavfsizligini ta'minlash uchun o'z harbiy kemalarini yuborishni so'ragandi. Ushbu transport magistrali Eron tomonidan to'sib qo'yilishi neft narxini keskin ko'tarilishiga olib kelgan. Seshanba kuni Tramp o'ziga tegishli bo'lgan Truth Social ijtimoiy tarmog'ida uzun postlar yozib, NATO bo'yicha ittifoqchilarning ko'pchiligi AQShning Eron terrorchilik rejimiga qarshi harbiy amaliyotiga aralashishni istamasligi haqida xabardor qilganini bildirgan. Tramp bundan sira ajablanmagani, chunki NATOga doim faqat bir tomonlama harakat mavjud ko'cha sifatida qaraganini aytgan. Biz bu davlatlarni himoya qilish uchun yiliga yuzlab milliard dollar sarflaymiz, lekin ular biz uchun, ayniqsa og'ir damlarda hech narsa qilishmaydi. U AQSh va Isroil Eron armiyasi, floti va harbiy havo kuchlarini yakson etgani, shuningdek Eronning amaldagi barcha darajadagi yetakchilarini o'ldirganini takrorlagan. Yaqinda Sharqdagi harbiy muvaffaqiyatsizliklarimiz tufayli biz endi NATO mamlakatlari yordamiga muhtoj emasmiz va ularning yordamini xohlamaymiz. Biz hech qachon bunga muhtoj bo'lmaganmiz, deb yozadi Tramp. U bu gaplar Yaponiya, Avstraliya va Janubiy Koreyaga ham tegishli ekanini ta'kidlagan. 5 mamlakatga iltimos. Keyinroq AQSh Oq uyning Oval kabinetida Irlandiya bosh vaziri Michel Martin bilan uchrashuv chog'ida Tramp NATO davlatlarini urushdagi pozitsiyasi uchun tanqid qilishda davom etdi. Biz hech kimning yordamiga muhtoj emasmiz, deydi AQSh prezidenti jurnalistlardan birining savoliga javoban. O'ylaymanki, NATO juda ahmoqona xatoga yo'l qo'ymoqda. Hamma bizning fikrga qo'shiladi, lekin hech kim yordam berishni istamaydi. Va biz AQSh buni yodda tutishimiz kerak, chunki bu biz uchun juda g'ayritabiiy ko'rinmoqda, degan u. NATOdagi ittifoqchilarga qarshi javob choralarini ko'rishi ehtimoli haqidagi savolga javoban u bunday rejalari yo'qligini aytgan. Avvalroq Axios nashri Tramp Hormuz bo'g'ozini himoya qilish bo'yicha xalqaro koalitsiya ko'rinish ustida ishlayotgani va Eronning muhim ahamiyatga ega bo'lgan Xark orolini egallab olish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani haqida yozgandi. Ammo ommaviy axborot vositalari Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Janubiy Koreya o'z harbiy kemalarini bo'g'oz hududiga yuborishga tayyor emasligini ma'lum qildi. Donald Tramp Financial Times nashriga bergan intervyusida, agar alyansdagi ittifoqchilar uning chaqirig'iga javob qaytarmasa yoki rad etsa, bu NATO kelajagi uchun juda yomon bo'lishini aytgan. Urushdan keyin ertangi kun nima qilish bo'yicha rejasi qanaqa haqidagi savolga Tramp shunday javob bergan. Agar Vashington urushni hoziroq tugatsa ham, Tehronga vayron qilingan narsalarni tiklash uchun 10 yil kerak bo'ladi. Ammo biz hozircha ketishga tayyor emasmiz. Ammo biz yaqin kelajakda ketamiz. Biz juda yaqin kelajakda ketamiz, degan AQSh prezidenti baribir urushdan keyingi harakatlar rejasi haqida hech narsa demasdan. Donald Tramp Truth Social ijtimoiy tarmog'ida 14-mart kuni yozgan postida Xitoy, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, shuningdek boshqa mamlakatlar
Hormuz bo'g'ozidan kemalar o'tishi xavfsiz bo'lishi uchun o'z harbiy kemalarini yuborishiga umid bildirgandi. Shu bilan birga bu borada u qandaydir kelishuvlar borligini aytmagan. Ittifoqchilar nima dedi? Oradan bir kun o'tar-o'tmas bu chaqiriq yo'llagan davlatlarning aksariyati Hormuz bo'g'ozini himoya qilish uchun flot yuborish rejasi yo'qligini bildirdi. Bu bizning urushimiz emas. Biz uni boshlamaganmiz, dedi 16 mart kuni Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius. Germaniya kansleri Friedrich Merz ham shunga o'xshash fikr bildirdi. Bunday harakatlar uchun uning mamlakatida na BMT, na Yevropa ittifoqi, na NATO mandati borligini qayd etdi. Shu kuni Bryusselda Yevropa ittifoqi davlatlari tashqi ishlar vaziri uchrashuvi bo'lib o'tdi. Yevropa diplomatiyasi rahbari Kaja Kallas ma'lum qilishicha, ishtirokchilarning aksariyati hozir Qizil dengizda savdo kemalarini himoya qilayotgan Spedis dengizi missiyasi mandatini Fors ko'rfaziga kengaytirishga qarshi chiqqan. Hech kim bu urushda faol ravishda tortilishni istamayapti va hamma bu urush nimalarga olib kelishi mumkinligidan xavotirda, deydi u. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 17 mart kuni mamlakatda AQSh va Isroil boshlagan urushga qarshi urushni tanlamaganini, uning uchun Hormuz bo'g'ozini himoya qilish operatsiyasida ishtirok etmasligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu muammo kuch ishlatish yo'li bilan emas, balki diplomatik yo'l bilan hal etilishi kerak.